Bu videoni sizdan xafa bo'lib yurgan farzandingiz, ukangiz yoki singlingizga yuborib qo'ying. Bir kuni qalam va o'chirgich stol ustida uchrashib qolishadi va o'chirgich qalamga qarab gap boshlaydi. Xo'sh, do'stim, ahvollaringiz qalay? Qalam bo'lsa qo'rslik bilan: biz qanaqasiga do'st bo'lamiz? Ahvolimda senga nima qizig'i bor?" deya javob qaytaradi. Bunga muloyimlik bilan o'chirgich: "Nega do'st bo'lmasligimiz kerak ekan?" deydi. Buni eshitgan qalam bo'lsa: "Biz qanaqasiga do'st bo'lamiz? Men yozaveraman, sen o'chiraverasan. Bizdan hech qanaqa do'st chiqmaydi" deya javob beradi. Buni eshitgan o'chirgich bo'lsa: "Meni ishim shu-ku. Men xatolarni o'chiraman. O'chirganim sari o'zim asta-asta yo'q bo'lib boraveraman" deydi. Bu gaplarni tushunmagan qalam bo'lsa: "Shu ham ish bo'libdimi? Ishingdan o'rgildim" deya javob qaytaradi. Bunga yana muloyimlik bilan javob qaytargan o'chirgich bo'lsa: "Meni ishim ham xuddi seniki kabi foydali" deya javob beradi. Bularni ham tushunmagan qalam yana qo'rslik bilan unga gap qaytara boshlaydi. Bundan so'ng esa o'chirgich: "Xatolarni o'chirish xuddi to'g'ri narsani yozish bilan barobardir" deydi. Bu narsani tushungan qalam bo'lsa, oxir-oqibat o'chirgich bilan butun umrga do'st bo'ladi. Qissadan qissa shuki, hayotimizda ham bizga xatolarimizni ko'rsatadigan bobo-onalarimiz, ota-onalarimiz, akamiz yoki opamiz mavjud. Ularni ko'nglini og'ritmasdan tushuntirgan narsasini, bergan maslahatini qabul qilib, hurmat e'tiborini joyiga qo'ygan holda ularni ardoqlashimiz lozim.